fuqarosini badnom qildilar. Munda eski sipohlardan bir necha adadlari ancha-muncha yetishib, Muhammad Muso Bezanjir degan kishi bosh bo'lib, nodon kishilar har yerdan o't chiqarib, To'raqo'rg'onni ham 2 kun otuv qildilar. Oxirulamir har ko'chada necha-necha kishilar shahid bo'lib, ertasi juma kuni yurt kattalari maslahat qilib, musolaha so'ramoqqa Globat cho'pga borib, bir ho'kiz, bir sabat non qilib, ulamodan Mulla Abdulvohid qozi, boylardan Rahmatulloh boy, fuqarodan Ashurbobo oqsoqol bular chiqib, o'rdada turgan saraskarga borganda, Glovacho'p bularga qattiq siyosat qilib, onda tilmoch ilan so'zlashib debturki, nimaga ertaroq chiqmading yoki tezroq kelmading, muncha odam o'lmas edi deganda, janobi qozi debturlarki, kecha bizni fuqarolar qo'ymadi, o'zimizcha chiqmoq bo'lsak, fuqarolar bizlarni o'ldirur edi. Mana o'zlari tolibi sulh bo'ldilar, endi keldik deganda, ayrisoqol to'ra jahldan tushib, nasihatga o'tib, Rusiya katta podshohdir. Sizlar urusholmaysizlar. Yaxshi turib fuqarolik qilsalaringiz sizlarni boy qiladur. Agar janjal chiqarsalaringiz mana shunga o'xshagan otuv qiladur. Fuqarolarga aytinglar, sizga podshohdan in'om beriladur deb yaroshib, To'raqo'rg'onga 500 soldatni qo'yib, o'zi Namangonga ketgan edi. Namangon xalqi ham buzilib, atrofdan kelgan musofirlar ko'p bo'lib, yaqin bir oy bekorga hujum bo'lib, bu to'g'rida Glovocho'p qo'lidagi soldatlar Andijonda Fo'latxon degan chiqib, yurtni g'alva qilib edi. Ani bosmoq uchun ketgan edi. Namangonda ozroq muhofaza soldat Namangonda ozroq muhofaza soldat bor edi. Bu fuqarolarni eski nodon sipohlar mashvarat qilib hujum qilgan edi. Oxirulamir Glovocho'p Andijondan yarador bo'lib Namangonga kelgan edi. Ko'rdiki, xalqning atvori buzuq, bekor g'alva. Buni bosmoq uchun xabar chiqardiki, erta otuv bo'ladur, ko'chaga bola chiqmasin deb. Ertasi birdan chiqib ko'chada ko'ringanni otmoq bo'ldilar. Hamma qoch-qoch, ko'p musofirlar xonaqoh, masjidda erdilar. Ko'cha odamlari anda kirganda arqodan kirib, ko'p kishilarni otdilar. Ul vaqtda hech kim ulamoyu uqaloning so'zini olmay, har kim o'z oldig'a mast kishidek o'ziga o'zi bir ish qiladurgan ko'rinib, Namangon ko'p befoyda hujum ostida turgan. Ulamolar Qozi Mulla Tursun, Muhammad Oxund otlanib chiqib, ey musulmonlar, sizlarga nima bo'ldi? Oyat, hadisga qaranglar. Kitob bu qilgan ishlaringni savob demaydur. Bizda podshoh yo'q, asbob yo'q, bul g'azot emas deb nasihat qilsalar, mastdek mushtini ko'targan to'qmoq, cho'yanbosh ko'targan juhalolar birdan uringlar. Bul kishi Rusiyadan rishva olgan deb Qozi Kalon domlani otdan yiqitib shahid qildilar. Buni ko'rgan ulamolar bu fuqarolarni ala lohilim qo'yib yubordilar. Valhosil o'sha otuvdan so'ng Namangon tinchidi. O'shal vaqt kuz vaqti hijriy 1293-1294 edi. Qavs chillasi bo'lsa kerak. Namangon tamom Rusiya davlatiga o'tdi. Bu ishlar, ya'ni behuda fasodlar sabab o'z ahlimizning beilm va befikrligidan bo'ldi. Tarixlar g'amni toza qilur va lekin mundan ahli andisha kishilar ibrat olurlar. Xayr ul kalom kallihi deb yana o'z maqsadimizga boroluk. Izoh. Xayr ul kalom kallihi. So'zning yaxshisi qisqasidir. So'z Xudoyorxon chiqishi, Farg'ona Rusiya davlatiga o'tishi edi. Nasriddinxon Xo'qandda mustaqillan bo'lib turgan ediki, banogoh Marg'inon tarafdan Fo'latxon degan kishi bosh ko'tarib shuhrati chiqdi. Bu kishi Murodxon deganning o'g'li emish. Fo'latxon ibn Murodxon
Atosi Murodxon bir hafta xon bo'lib, musulmon quli qo'lida o'lgan edi. Ko'rdilarki, Xo'qand xonsiz, bir jasadi jonsiz qoldi. Qirg'iz, Qipchoq darhol xonzoda bo'lmasa ham otini xonzoda qo'yib, maqsadlari fasod, oqibatlari bis al-mihod. Atrofu Ankofdagi talabgorlarni yig'ib, 3-4 kun ichida inqilobchi xalqlardan ko'p bo'lib, shahar katta bo'lib, Nasriddin xon ham bularning fitnasidan xavf qilib turgan ediki, mulla Abdurahmon Oftobachi muqovala ilan borib, Fo'latxonga muinlik tariqida borib aydiki, endi ishimiz qiyin bo'ldi. Bu safar Rusiya ilan urush ixtiyorini manga bergil. Mundan O'rinburg'a surib borib, shuhratim chiqsin yoki maydoni harbda o'ligimni bir chuqurga tiqsin deganda, Fo'latxon ko'zidan yosh chiqib, bajonidil qabul qilib, xazinasida bor aqchasini chiqarib jo'natdi. Marg'ilondan Oftobachi Xo'qandga Nasriddinxonning oldiga keldi. Xo'qandda ustuvor turing, man urushga ketdim, deb mundan jo'nadi. Fo'latxon urush to'g'risida onti aqid va qasami shadid ichib, urushmoq bo'lib, Xo'jandga keldi. Anda hech ish qilmay, balki butishib, Fo'latxonni tutib bermak bo'lib, Xo'janddan qaytib, Marg'ilonga keldi. Oftobachi so'ngidan Rusiya keldi. Oftobachi Marg'ilon kattalaridan ko'p kishining ismini yozib, Fo'latxonni tutib bersangizlar, sizlarga hech gap va illo otilursizlar degan xatni tutib olib, Fo'latxon xatga ismi yozilgan kim bo'lsa, birin-birin tutib keltirib so'ydi. Mana, bor xazinasini berib, ishongan kishining ahvoli-yu qilgan mukofoti. Valhosil, Oftobachi qochib tog'larda yurdi. Rusiya Xo'jandga kirganda Nasriddinxon istiqbol qilib oldi. Xo'qandga olib kirdi. Bay'at qilgan sababdan Nasriddinxonni joyida qo'yib, Marg'ilonga jo'nadi. Anda Fo'latxon degan kishini manga tutib beringlar deb, bir atosini Fo'latxon o'ldirgan sipohni ehson ila buyurdi. Ani tog'dan tutib keldilar. Marg'ilonda baland dor qilib osdi. Oftobachi agarchandiki shuncha fasod qilgan bo'lsa ham, Rusiya ilan urushmagan sababdan O'rinburg tarafiga yubordi. Bu o'rtada Valixon to'ra degan bir devona kishi chiqib, Namangonga Rusiya kirib tur, g'azot qilurman deb, Baliqchi qal'asiga kelib, fuqaroni behuda poymol qildi. Namangonda Botur to'ra degan kishi chiqib, To'raqo'rg'onni ottirdi. Fo'latxon fitnasi to'g'risidan Isqoblov lak puli soldi, ya'ni ishtarof Marg'ilonga sotdi. Bular hammasi o'zlarini befikr, beilmlik siyosati askariyadan bexabarligimizdan. Axloq yo'q, tadbirsiz hukumati muslimoniyada qonuni askariy yo'qligi sabab zohiriy va botiniy iroda Allohga martub. Valhosil, Xo'qand xonlari mahv bo'lishi Sayyid Muhammad Xudoyorxonning o'z fuqarolarini beixlosligi, ikkinchi Umarolarning muxolafati, chunonchi Oftobachi, uchinchi Rusiya ilan o'rtalarindagi savdogarning moli yo'qolganlikni javobgarligi sabab bo'lib, Toshkentga Kaufman general-gubernator 60 adad otliq qazoq askar yuborib chaqirilganligi, bu sabablar ilan Xo'qanddan jo'namoq muqarrar bo'lib, ko'chlar yuklab 7 aroba tanga, asbobu adavot, beklar va oyimlar jami 80 aroba ko'ch ilan jo'nadi. Bu so'zlar roviysi xonning xufiyasi va ham mahrami asroridir. Mulla Orif mulaqqabi ba Rikobdan va ham xon ilan birga borgan mahramlardan.